Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Bahorgi voqealarni hozir ko'rsatishda davom etamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Bog'cha bozoridamiz. Keladiganlar uchun lakasat tashlaymiz. Bundan tashqari kurierlik xizmati ham bor, yig'ib chiqarib berish xizmati. Mana shu Telegram kanalda qo'yib qo'yamiz. O'tinglar, obuna bo'linglar. Bag'da telefon nomer aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu narsalar, shu narxlarda olib beramiz. Faqat o'sha xizmatimizga olamiz xolos. Hamma viloyatlarga dastavka qilib arzon pochtalardan chiqarib beramiz. Gazini bosib o'ramiz, qani bittadan laykni bosib o'rasizlar, iltimos. Xo'sh, o'rtoqlar, mana do'konimizning ko'rinishi, ko'ringlar. Do'konning ko'rinishi to'la turibdi do'kon. Bog'cha bozori, o'ng tomon Bog'cha bozori kiyimlar qator bor. Shunda kirganlaringda chap tomonga burilasizlar. Bir 5-mi, 6-mi do'konda xullas. Mana shu kesalarning hamma mahsulotlar bor. Narxlari ham juda yaxshi, shirin narxlarda, foydalanadigan narxlarda xudo xolasa olib foydalansalaring bo'laveradi. Ishlab chiqarish o'zlaridan Qo'qonning o'zining bozori. Hozir narxi, razmeri, materiali bilan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Ungacha sizlar bitta laykni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shuni mahsulotlar sizlarning viloyatlaringda necha puldan. Xo'sh, davay, birinchi mana shundan boshlaymiz. Hozir mana ko'ryapsiz, 4 ta rangi bor. Mana 4 xil rang, qora, jigarrang, bardoviy mana bu nima derdi buni? Balotoviy rang bu. Mana shu ranglardan. Razmerlari 48 dan 54-razmergacha mana shu eng kichik razmerni mana ilib qo'yilgan. Sifatli narsalar o'rtoqlar bular. Bularni misol haliga 80 ming, 50 ming, 60 ming narsa bilan adashtirishga kerak yo'q. Sababi bunga anchagina mehr berilgan narsa. Hamma narsa sifatga qarab, keyin razmerdan urilmagan. Mana shunaqangi 48 mi 48 ga tushadi, 50 mi 50 ga tushadigan razmerlar. Xo'sh, bo'lmasam endi narxi bilan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Buni 48 dan 54 gacha dedim razmerini. Cho'ntaklari, tikuvlari zo'r. Hamma narsasi chotga mana ko'rishlaringiz mumkin. Tikuvlari tana qilib tikilgan. Cho'ntaklari ham tegirofkalar urilgan. Narxi optim narxini necha pul beryapsiz? 105 ming so'm. Ko'ringlar boshqa joyda. Ishlab chiqarish o'zlaridan. Keyin yana bitta narsa bor. Arzon narsa sababi nimaga arzon bo'ladi desalaring, mana men sizlarga hozir tushuntirib o'tib ketaman. Ishlab chiqaruvchi o'zingiz qarang. Arzon narsa nimaga arzon bo'ladi? Yoki razmerdan uriladi yoki bo'lmasa materialni arzonini olinadi. To'g'rimi? Materialning farqini bitta tushuntirib oling, keyin men shuni, misol arzon material nimadan farq qiladi misol? Yupqa qalinligidan. Ha, yupqa qalinligi asosan. Yupqa qalinligi asosan. Keyin nimasi ham tiniq turmaydi. Rangi tiniq bo'lmaydi. Qorami, qorami. Qora bo'ladi, farqi bor-da uni ham. Keyin sizlar mana bu rangni tovlanishi ham borki, misol hozir mana rangi masal misol hozir qora turibdi, buni bunday qilsalaring sal boshqacharoq ko'rinadi bu materiallar, shunaqami? O'shani haligi tim qora turadigan joyiga qarab turib bichiladi, to'g'rimi? Narx ham shunga qarab chiqiladi. O'shanda misol demoqchimanki, narx o'shanaqangi chiqadi, gapingiz to'g'ri. O'shanda misol haligi tim qora turadigan tomonini o'sha bichilsa, rasxod ko'proq bo'ladi, to'g'rimi? Rasxod ko'proq bo'ladi. Chunki yonmacha o'sha turi bor-da, buni birday bichimizda biz o'shani hisobiga narxlar o'ynaydi o'rtoqlar. Sifatli narsa olaman desalaring, o'zi mana shunaqangi narsa. Bu 50 ming, 60 minglik narsa, o'sha materiali razmerdan urilgan bo'ladi. Misol 48 razmeri 48 ga tushmaydi, 46 ga yoki kichikroq tushadi razmeri. O'shanga ahamiyat berasizlar. Batdagi mahsulotlar hammasi razmerga to'liq tushadi, keyin ichidan birak siraga chiqmaydi. Birak siraga chiqilsa qaytib olinadigan mahsulotlar, behijolar. 105 ming so'm, to'g'rimi bular? 105 ming so'm 48 dan 50 4-razmergacha. Mana tepadagilarimiz, mana gul haligacha ketyapti bular. Bular trenddan hali tushgan yo'q, qo'llarida toshlari bor, toshlari Swarovski tosh, yaltirashni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana yaltirashni. Xo'sh, rangi hozircha 4 xil rang, o'zi xadavoy ranglardan olib. Keyin yana bitta narsani, misol material olganingizda ham, misol qarang, siz xadavoy, misol qora, qizil, mana shu balotoviy, mana shu rangni olyapsiz-da, qolgan ranglarni olmayapsiz, nisbatan qimmatroq olasiz. To'g'rimi gapim? Agar misol boshqa ranglarni ham qo'shib aralash qilib olinadigan bo'lsa, narxi arzon bo'ladi. Bozor shular suyapti hozir aka. O'shan hisob ham ketadigan narsani qimmat bilishadi. Ha, to'g'ri gapingiz, bunisiga qo'shilaman. Bularimiz nech puldan? Bu ham 48 dan 50. 48 dan bular boshlanadi. 120 ming so'm ekan. Xo'sh, mana yerda mana ular turibdi, buni ko'ringlar. Hozir ichkarigacha kirishda ilojisi yo'q ekan, hozir men ham kiramiz. Hechqisi yo'q. Kirib yaqinroqdan tanishtirib o'taylik o'rtoqlar sizlarga. Endi mana shu dotchi gabandan. Bular ham yaxshi ketadigan narsa, narxi ham yaxshi bularni. Bularni oldin toshini bu oddiyroq toshdan ekan. Oddiyroq tosh. Bleski yaxshi, lekin toshi oddiyroq ekan.
zo'r. Buni ham mana hozirda 6 ta rangi bor. Bu ham 48 dan 54 razmergacha. Eng kichigi mana 48. Tikuvlari cho'tka mana ko'rishlaring mumkin. Buni narxi necha bo'ladi? 105 ta bu ham. 105 ming so'mdan. Agar kelib donaga olaman desa, donaga necha puldan qilib beryapsiz? Donaga adminlarga misol Ha. Ha. Agar donaga klientlar kelib qolsa, 15 ming, 10 ming so'm, 20 ming so'm qo'shiladi donaga. Mayli o'rtoqlar, agar shu do'konimiz boshida tushuntirib o'tib ketdim, agar kesalaring mayli bir 10 donasini o'sha narxda qilib berasiz, optim narxda. 10 donasini. 10 donasini sizlar uchun mana o'sha narxda mana shu 105 ming deyishyapti. Faqat 10 kishiga mana shu YouTubedan ko'rib keldim deganlarga berishadi. 10 dona odamga. Chinorbargli mana hozir 4 xil rangi bor ekan. Bu ham 48 dan 54 razmergacha. Bulardan narxi necha pul? Bir xil. 120 ming so'm buni ham narxi. Endi mana yerda mana shu eng bu ham rosa yaxshi ketadigan. Buni ham tikuvlari zo'r, toshlari polnisi mana ko'ryapsizlar. Bir xilgilar toshdan mana yerdan ham urib beryapti. Keyin tosh yaxshi emas, mana buni yaltirashni ko'ryapsizlar. Swarovski tosh deydi, o'sha eng yaxshi toshlardan. Bu ham 48 dan 54 gacha, bu ham 48-54 mi? Bularimiz necha puldan bo'lamiz? 110 ming so'mdan. Narxi zo'r. Mana ularimiz yangilik chiqdi dedingiz. Hali bozorda menimcha ikkinchi bozorda ko'rdi bu. Ikkinchi bozor ko'rdi. Razmeri ham katta dedingiz, 60 gacha. 50 dan 60 gacha. Ammo razmerni ham vobshe zo'r qilibsizlar. Tosh Swarovski. Keyin bu toshlar to'kilmaydi, uncha-unchaga mana ko'ryapsizlar. O'sha to'kilmaydigan tosh. Material yaxshi, bambukdan ham ko'ryapsizlar, tim qora bo'lib turibdi, rangi ham zo'r. Baquvvat olsalaring, eslikdan chiqib qoladi, kiyib yurganlarni. 60-razmergacha, 48 dan 60 gacha dedingizmi? Yo'q, 50 dan 60. Ha, 50 dan 60 gacha. Bularimiz necha puldan? 115 ming. Nima uchun bu arzon? Bir narsa qilyaptilar ekanda. 115 ming, 60 gacha razmer 115 ming so'm. Вообще нереальный narx. Endi mana sportivniy yonida palasasi bor. Xo'sh, oyog'ida palasasi bor. Nimalari, shimlari katta, keng olingan, o'sha kilyot shim deydi. Bu ham o'sha 52 gachami bu? 52 gacha, 46 dan 52 gacha. Bu yoshlar bor asosan. Bularimiz narxi necha bu? 110 ming so'm. Hamon tikuv zo'r. Cho'ntaklar ko'ryapsizmi, paraxotlarni? Chotka olingan, даже bilinmaydi ham mana tikilgani. Uncha cho'ntakchilar buni chiqarish qiyin. Mana sifatli narsalar olishlari mumkin. Narxini aytdik. Mana ularimizni ham bir aytib o'rsiz endi. Bu ham kelinlar bop ekan rosa, kelin qizlar uy ichiga kiygani. Kelin qizlar bop. Ranglari mana 1 2 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6 ta rang bor ekan. 6 ta rangimiz. Elektr qizilni qo'shib qo'yganmiz-da, asosan. Ha. So'rab kelar, yorqin. Yorqin. Misol kelinlar yorqin narsa so'raydi-ku, o'shanga qo'shib qo'yganmiz. Bu 46 dan ekan, ha? Kelinlar bop, razmeri. Toshlari mana tikilgan shekilli o'ziga. Tikilgan, tushib ketmaydi, yopishtirilmagan, tikilgan. Toshlar Swarovski tosh, yaltirashni ko'ryapsizlar mana. Tovlanadi. Bularimiz narxi necha pul? 110 ming so'm. Вообще o'zi sizda narxlar zo'r. Xo'sh, endi mana bu ham mana 3 ta ekan, ha. Bu ham eng xadovoylar. Bu ham bardovoysi bor ekan, ha. Ana bardovoysi bor, 4 xil rang ekan. Xullas, mana shu 4 ta rang bilan ishlaylar ekan. Chunki eng xadovoy ranglar shu. Mana ko'ryapsizlar, bu ham divoyga, varaqlari zo'r, chotka. Buni ham yonidagi mana toshlari tikilgan, xullas taniq narsa. Bularimiz necha pul? 120 ming so'm. Bu 46 danmi, 48 dan? 46 dan 52. Endi mana unimiz bor ekan, uni ham 4 xil rangi bor ekan. Bular ham 110 ming deb turdik, endi narxini tushirib qo'ydik aka. Qanchaga tushirib tashladingiz? 105 ming. Yana 5 ming. O'zimda olib qarasangiz, optimchilar shu 5 ming, Shunaqa kamga 7 ming, shunaqadan nima qilishadi, uni ko'p qo'yilmaydi. Uni ichida o'sha nima deydi? Xullas, hamma xizmati bor-da uni ichida. Misol, tikuv, boshqa nima toshlar Swarovski tosh ekan, yaltirashni ko'ryapsizlar. Tikuvlari chotka tiniq turibdi, mana ko'ringlar. Zamoylarda tiniq turibdi. Eshilib, qiyshayib, bir narsa o'tib ketmagan. Hali olib ziyon qilmaydigan narsa to'g'risi. 105 ming so'mdan bular aksiya qilyapti-ga, xullas. Xo'sh, tepadagilarni ham aytib o'raning endi ana. Balchimerka 110 ming. 110 ming so'm mana shu balchimerka. 110 ming so'm. Bu ham 52 dan 60 gacha. 60 gacha. Mana ularchi bular. Ulardagi bularni nimada? Pastdagi o'tchidan, ulardagi razmeri yo'q. Ularda ham shuna sotdik-ku, to'xtatib turib boshqa modelga o'tganmiz-da. Razmeri. Undan bormi hozir? Ko'p emas aka. Ko'p emas. Bo'lmasa o'shani aksiya qilib yuboravering bir narsa. Necha puldan qilib yuboramiz?
90 ming qilib beraman. 90 ming so'mdan kelib olinglar o'rtoqlar. Dona optimga bir xil narx 90 ming so'mdan urib yuboramiz. Ana shu tepadagini eslab qolinglar. 90 ming so'mga bunday narsa topish qiyin. Bosorasizlarga azini. Bular endi qishki. Bular qalin aka. Aksiya qilib beraman. 70 ming. Materialni puli chiqadimi chiqib? Velvet. O'nta foydasini ko'rib bo'lganmiz, keyin o'sha o'tirish kerak yo'q-da. Ha, to'g'ri. O'rtoqlar mana shuni 70 ming so'mdan 10 dona qopda dona optim olasizlar. Mana shu narxda 70 ming so'mdan aksiya o'rtoqlar. Olib foydalanib qolinglar. Do'konda manzilini tushuntirib o'tib ketamiz. Yana bitta. Yana bir bor do'konni holatini ko'rib olinglar. Turishini mana shu holatda bo'ladi. Bog'cha bozorida o'sha kiyim-kechak bozoriga shunday kirasizlar. Bu tomondan bir 6-mi, 7-mi do'kon bo'lyapti. Mana shu yonda xalatlar, bu xalatlarni oldidan mana shu kelaverasizlar. Bosorasizlarga yozing o'rtoqlar, mana shunday narsalarni sizlarga reklama qilib, chiroyli narxlarda qilib beryapmiz. Aksiyalardan foydalanib qolamiz unumli. Do'konda shunday qilib bitta rasmga olsak, mana shu joyini qo'yib beramiz keyin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like-da bosib qo'llab yuboringlar iltimos.